Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana sotuvda 2020-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Cobalt avtomobilimiz keldi. Mashinamiz kraskalari toza, probeglari 86.000 yurgan. Mashinamiz holatlari juda zo'r holatda turibdi. Egalaridan bir qo'l motor galobkalari ochilmagan. Balonlariga keladigan bo'lsak, yaxshi yumshoq balonlar taqilgan, Numax metan gazlari bor. Hech qayerda kraska, miyatina chizilgan joylar yo'q. Kraskalar toza va salon ko'rinishlari 3D poliklar tashib qo'yilgan ekan. Rullari zo'r holatda turibdi. Probegi 86.000 yurgan. Sidinkalari tanna turibdi. Cho'kib ketmagan. Patologlari qirilib chizilib ketmagan, mana zo'r holatda turibdi. Mashinamizning tan narxi 127 million so'm. Naqd avtokreditga ham beriladi. Mashinaga kelib, ko'rib, bemalol tekshirtirib olsalaring bo'ladi. Mana biron joyi qirilgan, chizilgan joylar yo'q. Hamma joy radniy turibdi. Manzilimiz Jizzax shahri, Prospekt Almas kafe ro'parasida. Telefon raqamlarimiz 94 344 81 11 raqamlarimiz. Kelinglar, ko'ringlar. Ma'qul kelsa mana baraka qilib olib ketsalaring bo'ladi. 2020 tabii kam mashina qidirayotgan tanishlarga tashib qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar.